Hamma yo'q musor bo'ldi, musor. Voy tavba qildim, ertalabdan nimaga chang ketyapsiz? Shipirganman hamma yo'qni. Menga qara, yosh kelin emasman, chala supursam bo'laveradi deb o'ylasang adashasan. Unaqa bo'lsa o'zim supurib qo'yaveraman, zapadlo'mas. Voy, unaqa qilmanga beringa shipirgani yo'q bo'ladi. Qo'ldan olma, palakat bo'ladi. Ol supur tozala. Ha, yana janjalskiymi? Ha, ko'rmaysan mana egovda deyni. Ertalabdan top-toza joy shipir deyapti. Ha, bo'g'ilavermang. Bu janjalskiy qilganda kirib Pavlovskiy qilsangiz bo'lmaydi. Qorong'i chiqadi. Kunduzi ham svet yonib. To'k pulini o'zi to'lamaydi, bular o'chirib yurishni bilmaydi. Shu ichkarida odam bo'lsa kerak-da, bekorga yoniq bo'lmadi. 10 marta kirasan bir kunda, 10 marta mana shu o'likka. O'shani ham hisoblab o'tiring. Atroflini bo'ldimda Pavlovskiydan. Hamma ishni o'zim qilishim kerak bu uyda. Hamma ishni o'zim qilaman. Voy, o'lmasam nima qilyapsiz-a? Kecha yuvganman bu ko'ylakni, hali kiyganingiz yo'q-ku. Chala yuvgansan, mana qara, oqarmaga chala yuvgansan. Bu ko'ylak o'zi bejivik-ku. Bahona qilma, bahona qilma. Agar zapadlo bo'lsa o'zim yuvaraman, bahona qilma. Menga qarang, odamlarni eriga o'xshab boring, ko'chaga chiqib keling-a. Xotinlarning ishiga aralashaverishingiz jonimga tegib ketdi. Ko'chaga chiqsam uy barday bo'lib ketadi. Mana shu uyda o'tiraman kontrol qilib. Keldingmi? Voy, nima qilyapsiz bu yerda? Menga qara, dasturxonga nima qo'yibdi onda? Qoldi deydi, aralashmagan. Aralashaman, sen nima qilib ol? Yarim salat. Ha! 4 ta non sog'ortib, pas, odam ham shunaqa pas bo'ladimi? Qaytib salat qilib olmayman, rashxutga qo'yapsan sen. Dadasi, hech bo'lmasa uyda ichida telpagingizni yechib o'tiring. Aralashma, telpakka aralashmasan. Sho'r bo'pti. Buni yegan